Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va qadrdon ota-onalar. Sizlarni Yadro Akademiya tomonidan o'tkazilayotgan Al-Xorazmiy hamda Ibn Sino maktablari uchun tayyorlov testiga taklif qilamiz. Ushbu testimizda 4-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar aniq fanlar yo'nalishida, ya'ni Al-Xorazmiy maktabi uchun matematika hamda ingliz tili fanlaridan 7, 8, 9-sinf o'quvchilarimiz tabiiy fanlar yo'nalishida, ya'ni Ibn Sino maktabi uchun biologiya hamda ingliz tili fanlaridan test topshirishadi. Testimiz Jizzax viloyati bo'yicha keng ko'lamda olib boriladi hamda barcha tumanlardan o'quvchilar testimizda qatnashishi mumkin. Nega aynan bu testda farzandingiz qatnashishi kerak? Sababi bu testlarni Yadro Akademiyaning ko'p yillik tajribaga ega hamda Al-Xorazmiy Ibn Sino maktabiga natija qilgan ustozlar tomonidan tuziladi. Yakshanba 8-iyun kuni testimiz bo'lib o'tadi. Ro'yxatdan o'tish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki havola orqali ro'yxatdan o'ting.